Pechkali o'chirdim. Yana bir ikkita narsa qilsam bo'ldi. Shaharga ketsam ham bo'larkan. Hamma sizlarga do'stlar, men otim Kompot, yangi joyga xush kelibsizlar. Do'stlar, xullas, men hozir shaharga ketyapman. Bir ikkita narsalar bo'lsam bo'ldi. Elektrичество, svet o'chirsam bo'ldi, do'stlar. И fakelni albatta o'chirishim kerak. Uyim yonib ketishini xohlamayman. Axir и lavani olib qo'yishim kerak bo'tdan. Nimaga unaqa qilsan? Kompot просто ket shaharga и bo'ldi desa mumkin, lekin do'stlar, texnika безопасности o'ylash kerak do'stlar. Shuning uchun hamma narsalarni o'chirib ketish kerak. Sizlar ham yaxshilab eshitinglar. Qotgan narsani qilib ketinglar. Mana mamuni ochamiz. Suv o'chirib qo'yish kerak bu yoqqa. Davay, suv olib ketmasligi uchun elektrичество svetlarni o'chirib qo'yish kerak, chiroq yonmasligi uchun. Ana bo'ldi do'stlar, hammasini qilib oldim. Endi shaharga ketsam ham bo'ladi. Sizlar ham shunaqa qilib ketinglar do'stlar. Agar qayerdir ketayotgan bo'lsanglar, men shaharga 4 kunga ketyapman. Ishi bilan ketyapman. O'shaning uchun shunaqa hamma narsalar qilib ketyapman. Sandiq nihoyat narsalar olaman, taksi chaqiraman. Voy, mazza qilib uxladimi? Qanaqa qilyapti? Tushunmadim, nima qilyapti? Pechkada kelyapti, bu obbo gaz qilayotgan ekan. Voy, kecha o'shandan keyin o'chirmanman. Nimaga? Obbo, mayli, oynani ochib qo'yamiz, fortochkani. Sal havo chiqsin bu yoqqa. Mayli, o'chirmanman, qarordir yomon vaqt kelib ketdi, lekin mayli, endi qovuramiz. Davay, ovqatimni. Ay, nima bu? Tushunmadim, qanaqadir portlash bo'ldimi? Nima bo'ldi? Qanaqadir portlash bo'ldi, qayerdadir. Nima bizani qishloqda bo'ldimi? Nima meni qo'shnim uyimi bu? Nima portlab ketdi meni qo'shnim uyida? Nima qo'ydim, qo'sh qo'rotini bu. Sen kimsan? Men kimman, ko'rmayapsan? Men Kompotman. Bo'ldi, tushundim. Ammo просто gugurt yaqinlashtiryapti endi. Qo'shqo'rotini portlab ketdi. Nima qishloqim, menga yaxshilab tushuntirib ber, nima qilding o'zi? Kompot, kecha men o'chirish esidan chiqib qolibdi gazni. Bugun ertalab qolasam, qanaqadir hid chiqib ketyapti. Men gugurt yaqinlashtirdim, qo'shqo'rishga shu portlab ketdi. Voy, chaqirmaysan yordamchilarni, nimaga unaqa qilasan? O'zi olishimcha, obbo, nimaga o'chirmading? O'zi gazda qishloq shunaqa ham bo'lasanmi? Nima qilaman endi Kompot, nima qilaman, qayerda yashayman? Bilmadim, qishloqqa qayerda yashaysan, lekin men hozir shaharga ketyapman. Sen uyini hozir men qurib berolmayman. Obbo, yerda qurib endi yashayman deyman-da Kompot. Yo'q, qanaqadir mehmonxonam olgin-da. Men 4 kundan keyin qaytib kelaman. Senga albatta men yordam beraman qishloqqa. Nimaga unaqa qilasan? Mayli, bu senga dars bo'lsin. Kompot, bo'pti, tezroq kelgin-da Kompot. 4 kun deysan, 4 kun qanaqa yashayman desansiz, iltimos. Men shaharga ketishim kerak, qishloqqa men senga albatta yordam beraman. Obbo, do'stlar, shunaqa qilganini qaranglar. Shuning uchun bunaqa suv, elektrичество hammasini o'chirish kerak, yana gazni o'chirib yozish kerak do'stlar. Gazdan chiqib keyin bitta gugurt yaqinlashtirganda albatta portlaydi. Mayli, вообще qolib ketdim, shu shaharga bormoqchi edim, mayli ketdi. Mana ko'chadan kelib, nima qilish kerak? Albatta qo'lni yuvish kerak. Shuning uchun suvni yoqamiz, bo'tni qo'limni yuvamiz. Obbo, suv olib turyapti-yu. Hozir suvga chiqib berishga voy, suv o'chirmanman. Mayli, nima qilaman? Suv o'chirib isib tursin suv mana. Mana sklat yonimda-yu, nima qilaman? Davay, sklatga kiramiz. Sovuq. No bo'ldi, suv yo'q ekan. Balki qo'shnidan so'rayman ekan. Mana mashinadan so'rayman. Menga shunda bordir suv. Rahmat senga qishloqqa judayam yordam berding menga. Bo'ldi endi nima bo'ldi? Nimaga uyimda sovuq ketdi? Obbo, nimaga kranni o'chirmayman? Nimaga suvni o'chirmayman? Obbo, nima qilaman endi? Qanaqa qilib bu toshib ketdi bu endi? Obbo. Do'stlar, nimalar bo'lyapti? O'zi bizning qishloqda mayli ketdim endi, men taksi chaqirib, lekin do'stlar, yana bitta narsa menda esdan chiqib ketibdi. Xullas, internetda hamma narsalar bor, lekin popka yo'q do'stlar. Hozir skladdan men popka olib kelay. Popkaning ichida shu narsalarni hammasini qo'yaman. Yordam beringlar, Kompot, yordam ber. Davay, suv o'chirib yubor. Obbo, qishloqqa nima qilding bo'tda? Suv toshirib yubordingmi? Hozir to'xtab turib kranni o'chirishim kerak. Davay. Oppa, bo'ldi qishloqqa nima qilganing bu? Nimaga suv topshirib yubording o'zing uyingda? Kompot, bilmadim, suv olishga chiqib ketdim. Xullas,
toshib ketdi, nima qilaman endi uysiz qoldimmi? Suvni o'chirib yurish kerak-ku albatta. Siyohning qishloqqa va isrof qilish kerak emas suvni. Nimaga unaqa qilasan? Bilmadim, kompot bilmadim. Просто suv olishga chiqib ketdim, suv o'chirmadim, esdan chiqib ketdi. Qanaqa qilib yashayman endi? Qishloqqa mayli, senga albatta yordam beraman. Hozir men shaharga ketib network kunga o'shandan keyin senga yordam beraman. Uy qurishib yuboraman senga. Davay tezroq kompot tezroq kelgan. Qishloqqa bo'pti. Nima qilganing bu? Mayli popga oila o'zimga men albatta senga yordam beraman. Qishloqqa men shaharga borishim kerak edi, yo'q qilolmayman. Chunki shaharda meni ishlarim bor edi. Hali unga yordam kerak, hali bunga yordam kerak. Balki men o'zim ham ketmayman. Yo, lekin ketishim kerak, do'stlar, ketishim kerak. Va'da berib qo'ydim, men unaqa ishlar qilaman deb shaharda. Bu portlatadi, u suv toshirib yuboradi. Mayli, hozir taksi chaqirib, endi men ketaman do'stlar. Qishloqni qoldirib ketish kerak emas. Bunaqa ahvolda qishloq vayron bo'lib ketadi. Bunaqa bo'lsa, men uyimga ishni qilmadi. Zato uyimning hamma narsalarni o'chirib kelganman. Davay bo'lmasa taksi chaqiramiz. Вообще so'yib ketdim, lekin hozir issiqda olov o'ziga yaxshi bo'lardi. Вообще so'yib ketdim. Balki meni sandiq nimadir bordir. Sandiqimda yo'q, yo'q. Lekin kasar bo'lib qoldim, so'yib ketdim. Balki bu yerda olov yoqsammikin, kостер qo'ysammikin, olov qo'ysam. Yo'q, lekin g'alati eshityapti. Shu uyda olov qo'yish. Mayli, men ehtiyotim bo'lib, sekingina kichkina qo'yib qo'yaman, bo'ldi. Suv olaman, keyin o'chiraman. Oy, vazda qolman, lekin bunaqa suvda navbatchi zo'rayam, bunaqa suvda yaxshiyamki sal ehtiyotroq bo'lish kerak, oyni ochib qo'yish kerak. Nima olov yog'yapti? Oy, yo'q, qo'zg'ama yonib ketadi. Yo'q, qutqaringlar, o'chiringlar, yong'inni o'chiringlar, qo'zg'ama yonib ketadi bu yerda. Ey, o'chiringlar buni, olovni nima qildim, nima qilib qo'ydim men? Ana bo'ldi, men yengigina moshina sotib oldim. Juda qimmatga sotib oldim. Hozir maza qilib aylab kelsammikin, mana qishloqni ko'rib kelaman, qishloqni aylab kelaman. To'g'ri, kecha men pravo oldim-ku, oxiri hujjatnomalarni haydashga, lekin mayli, haydab kelaveramiz. Yo'q, u yoqqa bormaydi, salbiyoq, yo'q. Ay, bu nima qilganim bu? Nima qilib qo'ydim men, tushunmadim. Axir bu sirkni yo'q qo'ydim. Hozir nimaga uyga urilaman? Nima qildim? Uyim zo'rmi? Даже men uyim zo'rmi? Hududiyam zo'rmi? Bitta mashinam qimmatga oldim. Axir qayerda yashayman endi? Nima qilaman endi? Rahmat sizga taksi probkalar juda ham qolib ketdi, lekin bo'pti, rahmat topganingiz uchun. Hozir to'xtab turing, hozir yo'l kiram berib yuboraman. Nima bo'pti o'zi bo'pti? Axir 4 kun yo'q bo'ldim-ku. Nimaga bu qishloqni men qoldiraman? Hamma yonib yotibdi, yana bo'pti, portlab yotibdi. Nimalar bo'lib ketgan o'zi bo'pti bu qishloqda? Do'stlar, nimaga bunday qilaman? Nimaga axir ketib qolaman bu shaharga? Butun qishloq vayron bo'lib ketibdi-yu. Mana yerda yonimga yotibdi, o'chirish kerak, axir men o'chirishmayapti. Bu quduq yo'q o'rishgan, uyam yo'q o'rishgan. Men uyimga ish qilib ishim, mashina urganmi bo'tga? Men uyimga ish qilmaganmi? Yo'q. Xudo shukr, men uyimga ish qilmabdi, lekin qishloq qilib sizlar bo'tda nima qo'slamay bo'tda yashaysiz. Kapot, uyimiz qolmadi. Bizlarni uyimiz qolmadi, vayron bo'ldi, bizlar ketdi. Seni bilaman, sen gaz yoqording, sen suv bilan o'ynayotding. Boshqalar nima qildi? Kapor, men juda ham suv ketdi, uyimda olov yoqdim. Nima? Uyingda olov yoqasan, albatta yonib ketadi. Qishloqqa sen jinroqmisan, axir sen olimsan-ku, sen bilishing kerak-ku bunaqa narsalarni. Texnika bezopasni bilishing kerak. Yo'q, qishloqlar nima qilasizlar? Kapor, nima tuzarsan, shu uyim zo'r bo'lardi. O'zimga dars olib qolsa, boshqa va'da qilmayar. Menga o'xshab qilib ketmaysizlarmi? Nimaga suv yoqadi bu yerda? Mashina kim urildi ana uyga? Kapot, nima qilamiz endi? Biz uysiz qoldik, endi shu yerda yashaymizmi? Mana shu yerda yashaysizlarmi? Yo'q, bu yerda yashaymaysizlar. Men sizlarga yordam beraman. Kapot, biz qurishib bilamiz-ku. Men sizlarga yordam beraman dedim-ku. Yaxshi, men uncha jahldor emasman, chunki men uyimga hech narsa qilmabdi. Zato qishloq qilib men yerda yashayapti.
taksistga hali pul berib yuborganim yo'q, lekin men yo'l kirib berib yuboray taksistga. Sizlar bilan xayrlashishim kerak do'stlar. Xullas, albatta sizlar ham bunaqa qaqadir ketayotgan bo'lsanglar, uzoq safar ketayotgan bo'lsanglar, albatta shunaqa svet suvlarni o'chirib yuringlar. Yana gazga qaranglar, gazni o'chirdinglarmi, dazmolni o'chirdinglarmi, suvni ham o'chirdinglarmi? Albatta do'stlar, xullas shunaqa bo'lsin. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan xayrlashishim kerak. Xullas, bugun ko'pchiligi dars bo'ldi degan umiddaman. Endi hammasini ta'minlashim kerak, suvlarni tuzatishim kerak. Zaten marketishim qilmadi. Like bosishni, obuna bo'lishni chiqmasin. Hammaga xayr. Taksist mana pul.